Nima uchun degan savollar o'yga soladi. Biz javob olmagan ko'plab savollar bor. Shuncha yo'llar bor, lekin keraksizni tanlaymiz. Nima uchun hayot bizga barcha narsani bera oladi va bir zumda bironta narsasiz qoldiradi? Nima uchun yulduzlarni zavq bilan tomosha qilganingda ular yonib so'nadi? Nima uchun taqdir zarba berganda tushuna boshlaymiz? Nima uchun biz aynan shu soniyada borni qadrlaymiz? Nima uchun? Nima uchun taqdir bizni uchrashtiradi, keyin esa ayiradi? Nima uchun so'zimizning ustidan chiqa olmasligimizni bila turib, bir-birimizga qasam ichamiz? Soxta sevaman deyishning nima keragi bor? Necha bor inson tabassum bilan quvonib o'ziga aytadi: bu mening baxtim, mening muhabbatim, va yana bir bor adashadi. Gohida biz baxtimizni shunday topamiz. Kimdir bu hayotda o'zini topa olmaydi ham. Hamma orzular seni butkul tark etadi. Umid bilan ishonch ko'z oldingda yo'qqa chiqadi. Faqat shu damda avval o'ylamaganing haqida o'ylay boshlaysan. Xatolar, armonlar, g'alabalar, sevgi hammasi o'tmishda. Hammasi butkul g'oyib bo'ldi. Sen yo'l qidirasan va ko'pincha yakka-yu yagonasini topasan. O'lim. Hayot hech kimni ushlamaydi. Kimdir ketadi, kimdir esa keladi. Cheksizlik u qanaqa? Xo'sh, nima uchun hamma narsa takrorlanadi? Nega? Insonni yo'qotish og'ir, lekin qilgan xatolaringni anglamoq yanada og'irroq. Buni anglash og'ir. Faqat hozir aytishim mumkin. Kechir. Shu savollar ustida o'ylanib ko'ring.